Shu on yaylov uzra misli hayoli, shafqatli insonlar bo'ldilar paydo. Ko'z oldimda edi ular jamoli. Elektra turar ajdodlar aro, Eney va Gektor ham bu yerda ayon. Burgut nazar Sezar, jangsevar daho. Pentiseliya va Camilla bir yon, turardi Lavina, yonda otasi. Oliy joh Brut ham bo'ldi namoyon. Sezar qizi, Kalatin zaifasi. Grahlar onasi Katon mahrama, Salohiddin turar safda hammasi. Qiyalik tomonga boqdimu jami donishmand zotlarning ustozini ko'rdim. Oqil hamdo'stlari uning hamdami. Aflotun, Suqrotga men boqib turdim. Baqamti yurardi u zotga bular. Dunyo tasodif deb atagan qadim. Buyuk hikmatshunos Demokrit turar. Anaksagor, Fales, Diogen bunda, Zenon, Empedokl, Geraklit yurar. Shifo bilog'oni Diaskarit unda, Senekayu Arfey, Tulli hamdalin. Ko'zimni uzoqqa yugurtdim shunda. Hisobdon Evklid, Batlimus, Galen, Gippokrat, Ibn Sino, Ibn Rushd paydo yangi g'oyalarni targ'ib etgan chin. Aytolmasman sanab barchasin aslo. Bayonim bo'lmog'i darkor muxtasar. Tafsil qisqa esa eting istisno.